Assalomu alaykum hammaga. Bizlar Shovot tumani 19da Polak mahallasindamiz. Istiqlol ko'chasi 45-uy. G'ayrat og'aning uyindamiz. Berimizda ham ko'mirdan atab yana o'tirib berganmiz. Uyimiz общий 14 ochka bo'ldi. 12 yere batarya qo'yildi. Berimiz garaj, garajimizga 40lik turbadan yasab qo'yib berdik. Bataryamizni ham alnadan o'tganmiz. Alyumin bataryani kranşteynlarini qistirib, arkasini devorlardan açıp chiroylatib ishlab berdik. Ertangi bir gün bataryani olib remont etaman desa, kraniklarni illatdan polni olsa bo'ladi bataryani. Uyimizda 94 metr 25lik turba ishlatib berganmiz. 11 metr 32lik, 38 metr 20lik ishlatganmiz. 150 dona alyumin batarya qo'yib berganmiz. Uyimiz ham meri malyarka bo'lib remontdan chiqqan. Berimiz kichkina ta'mir 10 lat birini qo'yib berganmiz. 90 gradus bukib, rossiyskiy kraniklarni qo'yib, hozirga chiqib turgan dur alyumin bataryalardan qo'yib berganmiz. Bu batareyamiz Zhanying nomidir. Zavod 10 yil garantiya bergan, 15-20 yil polni ishlab beradi. Biz yana bu sharoitda 580 da baytladi bu. Yeni 8 santi bo'ladi, 3 yerdan üfleydi. Birinchi bataryamiz. Yana bir koridorimiz, bir kelishda bu ikkinchi bataryamiz. Oboylarning turbani razmerine düşüp ishlab berganmiz. Hammasini. Bu üçüncü bataryamiz. Kukniyamiz, bu oxirgi bataryamiz. İlacı bo'lsa, shu oboydan elde remont etgan yaxshina sovuqda oboylar ochilib ketgan. Keyin bu uyimizdan banilarında topli pollari bor ekan. Ularni tem bilan qo'yib qizdirib o'tgan, biz addinni olib turbaga ulab berganmiz. Batareyaga uladik. Xalosa kranikni ochib qo'ysa batarya ishlaydi, topli pol ishlamaydi. Agar topli polni ishlataman desa, bu kranikimiz yilsa, через batarya orqali o'tib, topli pollar ham qizib turaveradi. Plastiklarni ham akkuratnat döşüyemiz. Bu 4. bataryamiz. Spaniyamiz. Katoldan uzak bo'lgan spaniyalarimize 17 li 18 yatib qo'yib berganmiz. Aboylarni ishlashimiz. Aboy döşkende hammasini bize kolda döşemiz, ikki yoqlab. Asosiysi paxsa bir-birine doğru kelsa, treshina bermagan bo'lsa, turbani razmerinde bo'lib chiqadi. Bo'lmasa iloji yo'q, mishasidan baribir döşiladi. Bu 6. bataryamiz. Keyin dalanımıza bunda eshik qurib bir tarafda bo'lgani uchun 15 dan 2 yere qo'yib berganmiz. Bunda katoldan girib kelgan yerlarimiz. Baribir shu iloji borincha uyni remont etmay burun atab yana aytgan yaxshi. Ko'p yerlarda qazni quramiz, to'qa to'g'ri keladi. Ya treshina bergan bo'lsa döşüp ulay ketadi. Pollarni döşüp alohida mehr bilan pastga tushirib berganmiz. Turbadan ekonomiya tushish uchun hamma yerlarimizni ikkal turib ishora ulab dalandan doğru chiqarib berganmiz. Shuda arkasida kotol turibdi. 7. bu 8. bataryamiz. Birden bir kanalımız var. Söğütü yanmayın durdu. 9. bataryamiz. Bu ahırgı 10. bataryamiz. Alyumin bataryadan qo'yilgandan. Hazır sezon bo'lgani uchun bataryalarimiz yetishmay turibdi.
Yegeni yetib turibdi. Shu adaptini o'tirajak bo'lsangizlar, batareyaga kelgan vaqt xabarlashsangizlar, iloji boricha shunga qarab batareyalarni olib qo'yamiz. Bizga ketgan material o'zlarimizdan bo'ldi. Shu 35 milyon 985 ming so'm bo'lgan. Kelgan vaqtimizda 12 milyon avans olganmiz. Hozir 23 milyon 985 ming so'm qoldi. Hisob etib, xudo xolasa hammalarni qizdirib topshirib berdik. Berimizda ham shu 350 kvadrat qizdiradigan 4 kitobli katyolimizdan qo'yib berganmiz. Mana bu batareyalarimiz ham arkasini devordan ochib, kraniklar bilan, kronshtaynlar bilan bundan mahkam bo'lib turadi. Katyolumuz 4 kitobli, ventilyatorlari, datchiki. YouTube kanalımızın logotipi kömür atapleniya. Şavattamız 90'lık 579 1779. Kime shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu nomerlarga bog'lanaverasizlar. Telegram, YouTube, WhatsApp, Instagram hammasi bor. Temperaturamiz 80 gradus bo'lib turibdi. Morimiz 114 lik bo'lgan, 5 metr, yerdan balandligi 6 metr bo'lib turibdi. Hali nasozlarni qo'shmaganmiz. Samotyok sistemada ishlatib turibdi katyolimiz. Pastdan nomerlarni qoldiramiz. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Xorazm viloyati bo'ylab hammaga borib ishlab beramiz. Katyolimizni Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 yo'l 50 kala Beruniy Mang'it taraflarigacha dostavka etib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizni rivoji uchun like'larni bosib, podpisatsiya qilib, obuna bo'lib qo'yinglar.